Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Tushlar ta'biri kanali. Bugungi videomiz Kaf surasi haqida bo'ladi. Kaf surasi, kim tushida Kaf surasini o'qiyotganligini yoki u kim o'qiyotganligini ko'rsa, bu xususida Ibn Kasir shunday deydi: umri uzoq, holati go'zal, hayotida unga ulug' nasiba yetishi, ya'ni rizqi keng bo'lishiga ishora bo'ladi. Yana ba'zi ta'birchilarning ta'biriga ko'ra, tush ko'ruvchi tushida Kaf surasini o'qiyotganligini ko'rsa, umri uzoq bo'lishi, hatto hayotidan bu umri uzoqligi tufayli zerikishiga ham ta'bir qilinadi. Yana boshqa ta'birlarda kelishicha, mol davlati ziyoda bo'lishiga va maqsadlariga erishishiga va dushmanlaridan va barcha turli xil yomonliklardan omonda bo'lishiga ham ta'bir qilinadi. Hammaga rahmat. Video yoqmasa like bosib qo'ying, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Fikrlaringiz bo'lsa izohlarda qoldiring. Agar sizni ko'rgan tushlaringiz ushbu ta'birlarga to'g'ri kelmasa, pochta manzillarimiz yoki Telegram botlarimiz bor. Ushbu Telegram botlarimizga ham yozishingiz mumkin. Tezda javob berishga harakat qilamiz. Xayr, salomat bo'ling.